Tekinga 3 kishiga jalil sovg'a qilmoqchimiz. Undan tashqari pul yutuqlari bor. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Nima uchun Turkiya mahsulotini tanlashingiz kerak? Buni faktlarini tushuntirib o'taman. Qo'limdagi mahsulotimiz Xitoy mahsuloti bo'ladi. Bularning narxlari ancha arzon chiqqanligi hisobiga vishipkalari qalin hamda to'rlari yupqa bo'ladi. Mahsulotlarni tikib ilganda esa o'ynab ketadi. Nima hisobiga? Vishipkalari og'ir bo'lgani uchun setkasi cho'ziluvchan bo'ladi bularni. Mana ko'rsangiz ham bo'ladi, sitkalar cho'ziladi. O'shanda parda olayotganda iloji boricha narxiga emas, sifatiga qiziqishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Turkiya mahsulotlari ko'rinishda ham, sifatda ham boshqa turlardan ajralib turadi. Bularning setkasi ham qalin bo'ladi, cho'zilib ketmaydi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Xitoy setkalarimiz yuqa bo'lganligi uchun ilinganda vishipkani og'irini ko'tara olmasdan osilib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha parda olayotganda sifatini ko'rib olishingizni maslahat beraman. Hurmatli xaridorlarimiz, bizda Ipak Kadifiyani eng so'nggi brendlarga tegishli Zarin firmasining Ipak Kadifiya olib keltirganmiz. Bularni bizda 23 xil ranglaridan mavjud. Hozirgi kunda trendda bo'layotgan chiziqli jakartalarimizni 20 xil ranglaridan mavjud. Adnatoni jakarta so'raganlar uchun Adnatoni jakartalarning 15 xil ranglarini olib keltirib qo'yganmiz. Bizning do'kondan tashqari do'konimizda Turkiyaning eng so'nggi premium klassdagi pardalari mavjud. Konkursimiz shartlari juda oson. Bu videoni do'stlarga jo'natamiz. Undan tashqari like, podpiska bo'lgan bo'lishingiz shart. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Eng ko'p like yiqqan kommentariy egasi g'olib deb topiladi. G'oliblarimizni 1-mart sanasida promo efirda aniqlaymiz. Vaqtlarni istoriyamizda qo'yib boramiz. Istoriyalarni o'tkazib bormang.